O'shanda komment yozib, prosmotrlarni bo'g'illatdi Jilu. O'shanda biz ham reklama chiqib qolardi. Sababi Abdullajon yaqin uylarda bormiz. Tush pastga past o'ynasang bo'lmaydi, mana o'rtoqlaring bilan o'yna bo'lmaydi. Dilor sanmisan? Voy, Mo'min aka, yaxshimisiz? Tinchmisan? Rahmat. Har doimgidek chiroylisan, ochilib ketibsan. Tinchmisan, axir, yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi? Ha, mana o'ynagan chiqdik. Oilang tinchmi? To'g'risini aytsam, turmushim o'xshamadi. Iflossiz Mo'min aka, marraz odamsiz. Men sizni bilaman qanaqaligingizni bor. Qarang, xursand bo'lib ketganingizni, ajrashganimda qanaqa yomon xayollarga borasiz. Men просто shunchaki bolalaringga yaxshi ota sifatida qarayman degan ma'noda aytaman. Men bunaqa narsa kutmagandim. Xo'p, bo'ldi. Просто bitta narsa aytmoqchi edim. Meni ham oilam o'xshamadi. Taqdir ekanda. Aslida sen iplossan, borotgan xayolingni qara, o'zing uyatsiz qilsanki, o'shancha xayolni o'sha narsaga Jonqildamen aytganimni ayt, tushundingmi? Taksi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xorazmlikmisiz? Yo'q, men Toshkentliman. Qaydang tezroq? Ha, xo'p, uzr. Anu, Xorazmlikmisiz deganimga noto'g'ri tushunmang. Men Xorazmlikman-da. Shunga sizni ham o'xshatib bordim. Voy, o'zi hamma meni Xorazmlikka o'xshatadi. Unaqa emas lekin. Havo ham isib ketdi. Voy, vobshe gapirmang. Havo jo'kirma bo'lib yotibdi. Bendirab qalg'aysan, axtirab qalg'aysan. Dosh qara, hozir bir-birimizga bittadan savol beramiz, faqat to'g'risini aytamiz. Bo'ldi, men roziman. Siz savol bering. Meni savolim shunaqaki, bir-birimizga yozishganimiz bor, peripskamiz. O'sha dugonlaring ko'rsasam yo'qmi? Men yozganini qara. Menga qara, ko'chaga chiqsang kalta kiyma. Kimni bo'layapti o'zini? Ketdik ko'chaga. Yo'q, Jonon aka, jinni men o'rtoqlarimga ko'rsatib. Bo'ldi. Asalsan. Ishondim senga. Endi sen savol ber menga. Qachondir mendan boshqa qizlarga gapirganmisiz? And if you hear this on the gong, then the Voy asallik. O'zi eplaysanmi, lekin yomon ekan. Sochini ko'rdingmi, sochini? Davay. Voy, nima deganing bu? Gapirish tugul, men bunda qaramaganman ham. Sen bittasan, yagonasan, asalsan. Siz yaxshi ko'raman. Ha, ketdim. Hangani kodlarni terib berasizlar-da. Bolalar, nargi mahalladagi bola bilan gaplashib qo'ydim. 5 ga 5 sostav tayyor. Peshanasidan otib o'rsa bo'ldi. Faqat qaralaring. Bu oddiy o'yin. Azartga berilib ketib, so'kib, urushib yurmaylik. Bo'ldi, ogala onadan so'kkancha uzrini so'raydi. O'yinni davom ettiraylik. Janjal o'ynaman-da. Bolalar, men uylanganman, chillalayman, bilasanlar. Soat 9 bo'pti. Nechinchi karta bo'lishidan qat'iy nazar, soat 10 da men uyga ketaman. Qaqqa ketasan. Soat endi 5 bo'ldi. Sibadilli 7-kartani ham o'ynaymiz, keyin ketasanlar. O'rtoq tez yutamiz, ketamiz. Keyin bolalar, narigi mahallaning bolalari kelgandan keyin karlab vaqtiga o'ynaymiz deb qo'ymalaring. Kecha eshitib qoldim bu narsa noto'g'ri ekan. Qimor bo'lib qolmasin deyman-da. Okey, iltimos, berilib ketib, vaqtiga devorimman. Yozib qo'ying, iltimos qilyapman. Men o'zim meni istasa. To'g'ri bolalar, vaqtiga o'ynamaganimizga yarasha anu shart bajarish, ish buyurishdan ham o'ynamaylik, jelaniyadan. Gapir-da, Osmon, gapir. Men bo'tman, bugundan boshlab kontrol o'ynaymiz deb karillamayman. Siz meni shohim, men sizni kuchugizman. Vo'vla. Wow. Ya, ishonarli bo'lsa-da, ishonarli. Oxirgisi pichoq. Orqamda pichog'ingiz turibdi, olib qo'ying. Bilasman, to'yga hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Hammasi zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Men hamma artistlarni yuboyni etib qo'ydim. Voy, nima qilib o'tiribsan? Charchadim. Ko'taring. Voy, yaqinda 20 ga kirasan, tur o'rningdan ketdik. Steak qiladigan zo'r restoran bilaman. Boramizmi? Yo'q, men lamyon yegim kelyapti. Lamyon? Ha, lamyon. Qanaqa lamyon? Narmaniy ovqat yeylik, ketdi steak yeymiz. Yo, bilmayman. Labubu degan o'yinchi chiqdi, o'sha qizim so'rayapti o'shani. O'sha qidirib keldim. Mana sizdan ham ekan, qaysi ekan? Labubu. Qara dudosh, hozir PUBG Mobile'da WoW rejimi chiqqan. Butun karta bo'ylab Labubuni yashiklari bekitilgan. O'sha yashiklarga o'tsang, zo'r bonuslar olasan. Buncha zo'r. Yana u yoqda batutlar bor. VS karta bo'yicha uchib yursang bo'ladi. Dushmanlarga pistirmalar qo'ysang bo'ladi. Qale, yoqdimi? Ha, zo'risi yoqdi. Yo, o'sha qizim ani BTSmi, o'shani konsertga tushmoqchi Koreyada. Ha, o'shanga oldim biletni. Qaysizdan edi?
Koreya. Okey, menga qarang. Mana shu ishlaringizni boring, sal nariroqda hal qiling, iltimos. Mana hozir meni hayotimni to'mparib yuboryapsiz. Hop. G'amyamayapsiz a? Bo'ldi. 오빠, 가고 싶어. 나도 가고 싶어. 오빠, 제발. O'rta borib uylanish kerak. Ha, uylan, kim qo'lingni ushlab turibdi? Qo'yib yubor qo'limni ushlab. Nima problema? Endi qiz top, uni surishtir, to'yxona gaplashib, 1 yildan keyin bolalar qarib ketaman, nima bu ketishdi? Ha, zo'r idea bor. Gapir, qanaqa ideying bor? Men qara, srazu ona bolaga uylansang-chi. Voy, bo'lmaydi, jinimisan? Nima bo'lmaydi? Chimildiqda ham qiynalib o'tirmaysan. Ana bola tezroq katta bo'lib yoningga kiradi. Keyin nima, men kontrga o'g'lim bilan borib yuramanmi? Zato o'sha kontrda kimdir seni ursa, o'sha bola yoningni oladi. Bo'lmaydi, boshqa. Yur, boshqa idea bor. Korоче, oxirgi variant. Rus babular bor, qo'shnim 80 yoshli, 70 ta nevarasi bor, o'rta o'shanga uylang. Nima ketishidan armiya tayyorlatdim urishga qo'ying. Men qara, zato pensiyasi bor. Pensiyasi rosa katta pul. 2-3 oylik umri qolgan tim bo'ldi. Men 20 yoshimda endi pensionga qatnayman xolalar bilan. Men qara, 2-3 oy qatnaysan, keyin Gorkoda oldiga. Yur, nikohdan o'tkazsan. Ayasi tortmaysanmi? Bitta erkakni tortolmasang, butun boshni ro'zg'orda qanaqa tortasan? Jangirmisan? Jonki, sog'inib ketdilaringni o'ylab kelardi. Dadajon, kelishchi o'zi. Bitta chip etdingiz-ku. Yosh oilaning o'rtasida yashayvering, propiskaga qo'yib beraman sizni ham. Kuyovim sharoitni zo'r qilib qo'yganda, oyoq tortdi, qara chiroyligini. Ana. Meni sarshab. Ayasi, bu betchachig'imni yerda yotishini qara, sal e'tibor bergin. Uff! Nima bola, betingni tellab kelib artganmisan? Uff! Ayasi, qayerga borgansan? Bo'ldi, boshliq, ertaga 9:00 da Melisda ko'karib qolaman. Hop. Ayasi, uni yangi olgan bardovli futbolkam borum. O'shani ehtiyotlab dazmol qilgin, ha? Bo'lmasa ishdan haydalib ketaman. Xo'p, bo'ladi. Ayasi, dadang ketadimi, uyga ketmaydimi? Bo'lmasa biznikiga propiskaga yurib olsin. Biz boshqa joyga ko'chib ketaylik, dadangga shu uy qolsin. Kampirab kelib yashab yuradi maza qilib. Uff, jannatim kuyovim. Razmerim qattiq bo'ldingiz. O'zimga ham birorta qo'shilmabman, qimmatidan finkan ayasi. Shundan olmasiz dadasi. Yarashibdi, odajon chiroyli turibdi. Va qaynatam yomon meni big'illatyapti-ey. Qaraganda nima qilasan? Osmonga tupurib, qoringa tushirib yotaverasan-da. Tezroq kiysang, tezroq bor. Ayasi, endi bunisi oshib pishdi. Dadangni qara, spalningizda yotibdimi? Voy dodey, dadamning jincha erkaligini ko'tarolmasangiz, nima qilasiz? Men bilan yashab ajrashaman. Jincha? Jincha qancha? Ajrash, meni ham mashatimga keldi, tushundingmi? Seni deb emas, men tekinxo'r dadangni deb ajrashaman. Ha, ajrashing, men ham ajrashaman. Keyingi safar erga tekkanimda choch uzun chiroylisiga tegaman. Keyingi safar erga tekkaningda bizni oilaga qo'shilib dadam ham suqilib yuradi deb erga tekki. Nima qizim, meni deb urushmayapsizlarmi? Xalaqit qilmayapmanmi, mabodo? Dado, o'g'liz keldi. Nifya тебе. Nima so'kinasan? Nima dada deydi? Qo'li bo'yda dadsa meni o'g'lim bilan yuramanmi? Kim? Bir parlon ber, yo'q tamom. Bera kelov. O'g'li, ko'zingni hali chiqmamanga, otam taniysanmi? Dadam mana bu. Taniysiz buni? Era taniyman men buni. Men qarabsan, uyda uzoqroq. O'z o'g'lingizdan tanopsizmi, Qo'zi aka? Jonim bacham. Onang? Jonim bacham, dada bacham. Adashsiz. Sen adashding. Men adashganman o'zi. Ha, o'sha raddomga mana bacham. Sen kim? Ey, olinglar bu kim o'g'li bu? Sadillo, o'g'lingni olib ket. Tur yoqma bu yerdan. Tur yoq. Jonim bacham. Jonim singlim. Yaqin. Haliyam o'zgarmabsiz, Qo'zi aka? Biza ko'rma. Biza ko'rma. Cho'p ukang bilan o'yna. Men o'qis tarafdaman. Kuchim masrayman. Mana u. Ha, tezroq. Sen ham o'zgarmabsan? Yo'q, chiroyli bilmam. Yo'q. Otangdan uy tortib olib, onam bilan mazza qilib jira yashayman, tushundingmi? Mana tortib olasan, beraman bor ekanman. Yo'qib yursa. Do'stlar. Ya, onam ishda o'g'lim ikkalasan, bichi. Ya, birovlar o'g'liga yursa, bir normal dursalaring bo'lmaydimi? Sharm, sadilo beraki. O'g'ling qayerda? Rossiyada. Nima qilibdi Haroy? Haroy pul tashay. Pul yuborib mazza qilib yashab yuribsanmi? Ha? Ey, mana o'g'li buni avra qilmasligi uchun bankdan ham tashamaydi, kartasiga mana bu TSP degan programmadan jikki tashlaydi, xumosiga, o'z kartiga shunday tushadi. Kommunal to'lovlarni pulni o'sha yoqlar Rossiyadan turib o'sha TSP-dan to'laydi. Ya, shu sina qatori bachaq shu ish. Beli chiqib ketyapti. Jobir. Ha, Jobir, Moskov tinchmi? TSP-dan tashagan pullaring kartaga yig'ib qo'yaman bachaq. Keysang to'y. Seit bilan gazga ham pul tashlayver. Bellasan sanlarmi? Bellashamiz.
Böyle qaysi biring kir yuv bilasan? Men yuvish bilmayman dada, ana shu yaxshi yuvaykonga o'xshaydi basharasidan. Sen yuv bilasanmi? Bilasan o'vrot. Ma, sen birinchi kir yuvishni o'rgan, qo'yilgan zakonni qilib olmasin, top-toza qilib yuv, tushundingmi? Kir yuv. Kir yuvasan, ha? Kir yuvishni o'rganmasa qanday bilasan sen bilan? Shu talgam yag'ir qilamiz kiyimni odam zoti. Bilma o'rgandim zakonni. Bil, endi bellashuv. Qaysi biring tualetda zakonni tozalaysan? Qirib-pitti qilib. Men tualetshunosman dada. Men umrim davomida tualet tozalayman. Bu tozalayolmaydi. Sen tozala bilmaysanmi? Yo'q. Bo'lmasa chop tualet tozala bacham. Chop. San! Ha! To'p tozalanmaydi-ku. Men tozalayapman. Kimdir? Ya bitta uydan bitta kishi bilsa bo'ldi. Chop tualet tozala. O ya ben bugün kap. Chopang. Dada nimani yedi bu? Mehnat deydi. Bopchi. Men qarashdan uylab ko'rdim. Shapotdan o'ynaydim men buni. O'ynayman, qo'parib tashlayman. Davay dada. Davay. So'rasiz, kim chidasa o'sha so'z. Bo'ldi. Qo'paring. Bo'mrod poza. Ha, qo'paring dada. Davay endi sen. Davay. Yo, rahmat. Mak, kepkangizni oling, ishlaringizga, ijodlaringizga omad, Maqto'yda Tiko bilan yaxshiroq. Qilaman kunka. U tur yaxtak suv ichkim kelyapti, meni chop bitta olib kel aka, chop. Uka degan ham uncha bilaman. Gapni ko'paytirma, chop olib kel. Olib kelaman o'zi. Tez keyin massaj qilasan. Malades aka. Chop bitta suv olib kelaman endi yaxtakkinasidan. Ikki mana senga qo'ylading. Haylochi yo'q, o'zbekni kattasi bo'lgancha kichik. Kuchuk qiynalib ketdi. Shu dunyoga aka bir tug'ilsa, uka bir tug'ilsam bo'lmaydi. Tuyada suysan bitkoy. Hadi hal bilsin. Sen o'tir, tushundingmi? Sen ana shunday o'tir, men kuchukka bo'ygan, men ishni qilishim kerak, ha? Tur qanaqa akasan, bir ishni qil qani. Faqat yeysan, ana shunday yeysan, o'tirasan, ha? Tur, ishlarni qil. Men ketdim televizor ko'rishga. Tur. Ana shunday o'qsan, ursan. Men bu uyga men kuchukku, hamma ishlarni men qilishim kerak. Menga sen o'tirasan, aka bo'lib, sen bilmayman uylanishini. Turishni qilib ketdim. Tavba qildim, tavba. Siz o'sha ukalarim uylansaydi, uydan ketsaydi, o'zimga berib kayf qilib yursam manam. Ana, bo'le. Men qara, ishlarni qilib bo'ldingmi? Yo'q aka. Qana qilib bo'lmaysan, men uxlab chiqdim, qilmabsan ishni. Qilsang bo'lmaydimi bir? Senday akani. Qilaman. Men qara, ishlarni qilsang bo'lmaydimi? Men ukamdan gaplashib o'tiraman. Men dadam kelsin, ol dadamga aytaysanlarni. Ayt bilganingni qil. Tur ishlarni qil. Mana qaranglar, nima bo'lyapti bu uyga? Ishda bo'lgan yo'q dada, zo'ramiz zakon. Ha, ishma bo'lmabdi-da, zo'ramiz. Bundan ziyod nima bo'lsin? Oxirladinglar-ku? Ay. Kechiring dada, kechiring. Xitoylik olimlar bolachalar uchun g'ayrioddiy termiz o'ylab topishdi. Ushbu termizning suvi qishda issiqqina turadi, yozda muzdekkina turadi. O'zbekiston do'konlaridan sotib olishingiz mumkin. Cho'lni bu zo'r narsa ixtiro qilishibdi, bilgan? Do'stam, ketdi. To'xta, yani iplosni yuvaring, yana bizni tutib olmaydimi? Haqiqatdan ham. Yo'qchi nima qilyapti ekan? Eshik qulflari hech kim bezovta qilmaydi. Qani otchi endi. Nima qilyapsizlar kerak? Qulflab oling. Yana sen bo'lami? Bu yo'q olib chiqib ket. Sassi! O'chirsa aralashma. Men bobomga so'ray, bobom nima qilyapti? Ha bolam, kino ber, bu yerda kino ko'ryapti-da, bu bot bor-ku, Liboy kinoyingga nomi orqali ham, videosi orqali ham, eng asosiysi rasmi orqali ham Liboy kinoyingni topib beradi. Yaqinda Yura davrining 5-qismi chiqdi-ku, o'sha kino ham shu botda bor. Qasos ko'rlar bilan Supermenning 2-qismi chiqdi. U ham shu botda bor. Bemalol o'tib ko'rsang bo'ladi. Eng asosiysi, hech qanaqa kanallarga obuna bo'lib o'tirmaysan, majburiy emas. Shularning hammasi oyiga atiga 7000 so'm bolam. Ha, bu botga qanday kiraman men? Mana profil silkasi orqali o'tib kirib olasan, bolam bu botga. Ha, bot zo'r ekan, lekin men o'rtog'iz stolni tagiga nimani bekitdi? Nimani bekitib qo'ydi? Bolam, termizni bekitib qo'ydi, aytdi. Cho'yimizni issiq turadi, bolam, issiqini ichamiz keyin. Ha, termizmidi? Ha, bo'ptimi? Ha, ishdan. Davay. Kelyapsizmi? Qancha kutish kerak yana? 5 minut bo'ldi, kelganim. Ha, yo'q.
Voy, hayotda vashi boshqacha ekansiz. Bilaman, bo'yim past, lekin bu samana ko'chada yurishimizga xalaqit bermaydi. Ha, bo'pti, nima bo'lsa bo'ldi. Yur, mashinamni nariroq qo'ydim-da. O'tir. Ha, yaxshi. Tanishgandan juda ham xursandman. Da, men ham juda ham xursandman. Menga qara, kel o'tirib gaplashib olamiz. Sekin aytib qo'ydingiz. Umr yegan o'xshamagan kadrlar. Kel o'tirib gaplashib olamiz. Menga it. Sen bitta eshitgin, men bitta. Och qo'yinglar. Safar ketdi. Iltimos senda. Safar. Qo'lim og'ridi desam. Bilasan, oyim yuraylar yomon. Hozirki bu odam shaqillatgan hamma narsani. Iltimos, kechishligingcha sekalak qilmay tur. Kechishligicha men tur. Oyim bilan adam. Men gapmasman. Menga. Oyim bilan adamni kulyapsan. Iltimos, kechishligicha iltimos chidab tur. Voy, kechishligicha sana iltimos, kechishligicha voy. Ketgul nimaga? Bilasan, oyim yuraklari yomon. Bilasanmi, o'zi bilmaysanmi? Yo'q. Kechir meni. Hammasini ke boshqatdan boshlaymiz. Ha, endi aytaman-ku. To'xtaga, eshit, men bir marta qilib qo'ydim. To'xta, eshitgin. Yana bitta. Oxirigacha eshitib tursang bo'lardi-ku. Voy. Bilasan-ku, voy, kasalmisan? Bir marta qilib qo'ydim shuni. Atilab qo'ymayman. To'g'ri tushungan bir maslahat, bir martadan, to'xta. Bir martadan xato qilib qo'ydim 2 marta. Hadi gelene. Şunu katıyor falan. To'xta, bakki. Men RNL deyman. 1 2 3. 1 2 3. Jinniroq bu. Adilim qo'ydi bro. Men siz yaxshi ko'rmayman. Necha marta ayting? Jonimga tegib ketdingiz. Bo'ldi qilasizmi, yo'qmi? Baribir men tinch qo'ymaysiz. Ertaga soat 8 da uyingdan olib ketaman. Tushunmadim. Chiroyli qiz ekansiz, nomeringizni bering. Yo'q, chiroyli qizlar nomerini olish shunaqa osonmi? Xo'p, nomeringizni berishingiz uchun nima qilishim kerak? Menga qizil atirgullar yoqadi. Bo'ldi, bitta atirgul bo'lsa, bitta atirgul-da. Sizga 3 minut vaqt. Birinchidan kech qoldingiz, ikkinchidan men bir dona gul demagandim. Erta yetdi, xuddi shu joyda sizni kutaman. Kutaman. Hali kelasan-ki. Nima bo'pti bolalari bo'lsa? Shartimi qo'ydim. Chet elda yashaymiz dedim. U rozi bo'ldi. Chet elda baxtli bo'lamiz. Uzoqqa ketsang baxtli bo'lmaysan. O'zingga kelsang baxtli bo'lasan. Odamlar, aqlli odamlar, hayotdan olimanglar, Xudoni o'zi o'nglar. Odamlar, aqlli odamlar, hayotdan olimanglar, Xudoni o'zi o'nglar. Ovqatlar yaxshimiz ekan deb, yoni. Nimasi yaxshi-yu? Yaxshi-yu, narma. Mazza qilamiz, Men aytgan joyga borish kerak edi. Mazza qildik, lekin-a. Mashtichi ovqatlari zo'r deb bor-ku. Ya qo'yga nimasi yaxshi bu ovqatda? Qanaqa nida o'rni bor? Sen oldingi safar Mirkomil olib borgan joyi nolading. Endi men olib kelgan joy yoqmayapti. Senga nima yoqadi o'zi? Men aytgan joyga boringlar, yorib qo'yadi ovqatni. Bo'ldi, keyingi safar shu yoqqa boramiz. Qaragin. Davay, bo'ldi. Mazza qilaverasizlar, ishonlaring. Yedimmi? Sen bugun o'xshataman. Maqtagan joyi shumidi? Zo'r qilardi, bugun o'xshatolmabdi. Uch gapini menga tushundingmi? Bugun sal o'xshamabdi aka ovqatingiz. To'lki bugun bizlar har doim o'xshamagan ukam.
Kech payt ovoning uyda yevoradi jiyanlar. Jinnimisan, uyda ham yeyishmayapti bu ovqat. Kursdoshlaring berib qo'y. Ertaga kelaman-da, aralashtirib. Zo'rov ketadi hali, ishoning. Hech kun 3 kun bo'ldi ochganingiz. Hali zo'rov ketadi. Sen yordam berib tur, yurg'izib yuboraman men. Assalomu alaykum mulla aka. Va alaykum assalom. Bay. Bir kun meniki bo'lursiz. Voy dot. Yaxshi qiz qalis. Nima devos? Mani erim bor. Nima qildi? Meni ham xotinim bor-ku. Qachonidan? O'zingizni bosing-da. Hayot. Nima bo'ldi mulla aka? Tabib aytdilar. Agarda 70 ta tilla tanga olib kela olmasam, hayotimni saqlab qola olmas ekanlar. Hozir otamning g'aznasidan olib chiqib berurman. Faqat siz siqilmang. To'xtang, Saodat. Ana endi munojatdan va mag'firatni olsam, ot aravalar muborak bo'lsin. Mulla aka. Qalis? Ha, keldingmi? Yur aylanamiz. Nimaga nastroyengiz yo'q? Og'ayning mashinasini turtib oldim boru. Yo'q, joydan 3,5 mingga tushtirma. Endi bu joydan qarz qilib yopamanmi deyapman-da. Men beraman. Qachongacha sendan so'rayman, mani. Hammasini bitta qilib berarsiz. Yozib qo'yolsam ish qilib. Prosta meni ishlarim asli tortilib qoldi-da. Kelajakda to'yimizda bo'lsa, ishlarimiz hammasini bo'pti, yuring aylanamiz. Tinchlikmi? Mazam bo'lmayapti. Pul ber. Yana beramanmi? Menga qara, mani adam ham pul olgan. Bobom ham pul olgan. Men ham pul olaman. Tushundingmi? Shukr qil. Ular bog'ona bilan aldab olgan. Men rostini aytib olaman. Sizlarda kelagi zamon ta'sir qilmas ekan-da-ya. Berasan, bermaysanmi? Siz madrasada o'qimasangiz, otam sizga bermayman deyaptilar. Menga otangizni bergani kerak emas. Menga faqat siz keraksiz, Saodatxon. Hazil qilmasinlar. Endi Saodatxon, hobingiz shu. O'qimagan bo'lsangiz, men sizga ergita olmayman, Mo'min aka. Menga qara Dilor. Men seni bekorga ICFC'ga olib kelganim yo'q. Bu institutda hozir qabul boshlangan. Menga qara, 13 ta mahalliy, 3 ta xalqaro yo'nalishi bor, tushunmaysanmi? Diplomi 70 dan ortiq davlatga o'tadi. Xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan. Men ham bu yoqqa topshirgani keldim. Bu yoqni bitiring, ana undan keyin adin jon deb beradilar. Yana adam beradilarmi? Namuncha adam gapiradi. Men seni adin haqida gapirmayman, seni beradilar deyman. Voy xayoli buzuq. Men buni nimaligini bilasanmi? Nahotki bu o'sha? Bu ICFC'ning bakalavr diplomi. Lor, men aytdim, qo'limdan keladi dedim-ku. Men sizga ishonardim. Endi oyim ham, adam ham sizga beradilar. Dilor, qana qilib tushuntirsam ekan? Menga faqat sen keraksan. Men sizdan buni kutmagandim, mulla aka. Endi Saodatxon, behudaga ko'z yoshlaringizni to'kmang. Digonangiz Mo'tabarxon bilan shunchaki kitobni mutolaa qildik, xolos. Kim sizmi? Endi issiq edi-da. Eshitgan? Siz jinnimisiz? Dugonam bilan ham gaplashasizmi? Men dugoningdan san haqingni so'radim. Spalnida so'radingizmi? Endi zalda gapirmadi. Nimaga tushunmaysiz? U menga siz qilib bera olmayotgan hamma narsani qilib beryapti. Bilasizmi, uni qancha puli bor? Dilor, adamning qancha pullari borligini bilsam kerak. Adam bilan ham gaplashasanmi? Nima qilibdi? Zato yoningizda bo'laman. Bittaga aytaman, umuman ishonmaysan. Nimaga? Ertalab vog'li to'rda turdim. Yugurishga chiqdim. Shunda yugurib tirnib kechani qovamamda qarasam, o'zga sayyoraliklar likopchasi tushsa bo'ladimi osmondan? Jinniroqmisan? Ishon menga. Ya ishonmayman. Rostdan. Yosh bolaman men senga. Aldamayapman, o'rtoq. Sen yugurgan chiqasan. Yugurishga chiqdim, o'rtoq. Tirnobga qildim. O'rtaga. To'g'ri aytasan. Qurti bor-ku. Qurtam shaftoliga. Sal 8 2 ber. Ey kam. Men bilan bellashma. Qo'y o'zimiznikini. Shek madam shek. Madam. Oti nima bu bedanangdi? Saturn. Meniki Tyson. Katta. Suka bu. Bas. Yaxshi. Jimjon. 2 3 Qochdi. Xo'razing nimaga yutqizdi bilasanmi? Nimaga yutqizibdi? Makiyalar ko'p qarar ekan. O'zimiznikini qo'y. Men keyingi safar senlar karta o'ynayman. Xo'roz urishtirish, bilyard o'ynash bu odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi.
Kelinglar. Bugun erkak bo'lib qimor o'ynaylik. Tayyormisan? Albatta. Boshladik. Konser. Mana shu sigaret cho'qini qalbingga bosaman. Öz menda 300. Sol. Aka, men ustini qotib tashashdi bular. Sol yaponchik. Menga qara, seni anchadan beri kuzatib yuribman. Bir qiladigan tayinli ishing bormi senda? Yaxshi odamlarga yaxshi xabar. Aka Qo'qonni sentridan zamonaviy uy olish xohlaysizmi? Hech qanday boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga penalarsiz ham bemalol to'lashingiz mumkin. 30-iyul kuni taqdimot marosimi ham bor. Voy malladis, mana yaxshi bola ekansan. Cho'ntam bo'sh bo'lib qoldi. Endi o'zi shunaqada men yaxshi odamlarga yaxshi xabar aytaman-da. Chol muzikant, chol. Shek shek madam shek. Madam shek. Shek shek madam shek. Qani, Jahongirda raqsiga o'xshadi. Onangimgida. Ye, dadajon, nima qilyapsizlar? Ye, tilla chashki-yu, chashtaydan kepka o'sib chiqdimi? Kepkaning ustidan chach o'sib chiqdimi? Bo'ldi-da, endi dada sharmanda qilyapsizlar. Qari suyaklaringiz mo'rtlashib qolgan bo'lsa, 5 kunligingiz qolganmi yo'qmi? Nima endi Tayson bilan Saturnga o'xshamoqchimisizlar? Menga qara ona qizim, Saturnga ham, Taysonga ham meni aralashtirishma. Ya, men armiyada xizmat qilganimda 83 kishiga starsda o'g'anman. Turnikda tortganimda 3 soat tushmas ekanman. Orqa salto o'tganimda jonim qizim, ventilator olib ketar ekanman. Bunaqa butilkalarni-chi, kallamda urib sindirar ekanman. Otam, qani mana butilkapta, ko'raylikchi. Shubha qilyapsizmi-ku? Sindiraman dedimmi, sindiraman. Lekin buni sindira olmayman. Tishimni ochaman. Quvonib, tishi qolib ketdi-ku. Sevmanda. Ergash, to'xta Ergash. Voy, kuyom tishimda sindi-voy. Bo'ldi, uvullar, meni jiyanim Namangan sentrida Sadaf degan klinika ochgan. Hozir tishlaring, ani filni tishini qilib qo'yadi. Filni tishini? Ha, yur ketdi. Yo'q, quygan, kuyomni bopayman. Yuychi. Asan, keyin to'xta. Sadat. Men kuyom voy, yomonatda. Qiladi. Qoldi. Tushunmadim, tog'a nima deyapti? Ha, tishini to'g'rilalasanmi, shuni so'rayapti. Ha, tishimi muammo yo'q, tishini to'g'rilaymiz-da. Voy-ya! Şimdi Luizani tishini qilib qo'yding, Sadafjon. Bu tishlaringga garantiya bormi yo'qmi? Bitta garantiya bor. Endi temirda ham ishlab yeyveradi. Ana, o'shancha Sadafda baraka bor. Voy, onangni ko'r. Qur'on, nima bola svarka qilyapsan? Meni jiyanim klinikasida har juma kuni 50% skidka bo'ladi. Biz sinovimizdan kelsa har kuni 10% skidka bo'ladi. Sadafga omad, ha? Qur'on, tez Toshkentga hayda. Kiyomni masjidlarim bilan g'ajib olaman. Bugun choyxonam bor. It. Bir er bo'laydim sizda ya. Ko'ynagimni ham dazmol qilmabsan. Uzr endi. Nima qilsan? Ertalabdan kechgacha Charchadim-da, bolaga qaradim, pampers berdim, kashasini berdim, shunaqa charchab ketdim. Uy supir boshdan yig'ishtirib keldim hammasini. qanaqa ish? Nima ish qilasan o'zi? Ertalabdan kechgacha uyda o'tirasan, mol. Voy, вообще haddingdan oshibsan-ku sen, ha? Voy. Olam, nima deb xotining bilan uchirmasdan chiq tashqariga gap bor. Hozir dada. Bo'l tez. Bor, sen kiyimdasan, hech nima tanimaydi. Ajab bo'lsa. Endi o'g'lim, ha deb bir-biring bilan ushurmalaring er-xotin. Oiladan barakani qochirib yuboryapsizlar. Qaravering. Hozir. Xotin qilib o'rma qaynatenga o'xshab, Turadem bilan gaplashayotganingda turmaysan. Voy dada, yomon surkatyapsiz-ku. Lekin yaxshi odam edi, rahmatli. O'lib ketdi. Lekin qaynaning voy, shundoq juvon yolg'iz qolib ketdi. Jalka bo'ldi-da. Uyalmaysizmi, atajon? Yoshingiz katta. Voy, zapal. Surpriz! Voy, bu
shuncha yaxshi. Agar erga tegish shunaqa yaxshiligini bilganimda baxtliroq tegardim. Endi 4-kursni bitirding-ku. Farqi yo'q, 3-kursda ham tegib ketardim. 2 kundan keyin dadam bilan onam keladilar. Bir yaxshiroq sovg'a bilan jo'nataylik. Faqat yaxshiroq sovg'a bo'lsin. Dadam bilan onamni didlari nozik. Bo'lsa shunday sovg'a olib kelaman. Xayriyat mana shu bolaga bergan ekanman qizimni deydi. Mana shu idishlar to'plamiz necha pul turadi? Narx sal qimmatroq, lekin puliga arziydi. Uzun to'lov bormi sizlarda? Ay, yo'q lekin. Agar shu bo'lsa edi, har qanday to'plam arzongina bo'laydi. Hayronan bu sovg'alar ko'p to'g'ri ketib qoladi. Aka, uzun to'lov bormi? Yo'q, hozircha yo'q, lekin yaqin orada qo'shamiz. Attang. Akajon nima bo'ldi? Sotib olasizmi? Uzun to'lov bormi? Yo'q, aka bizaga naq yoki karta unaqa narsa yo'q. Nimaga uzun to'lov yo'q, Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim, yaxshi sovg'alar topdim, lekin yaxshi to'lov usul topolmadim. Qarang, ana yerda uzun to'lov bor ekan. Assalomu alaykum. Xohlagan narsalaringizni bemalol tanlashingiz mumkin. Bu dunyoga kelib eng to'g'ri qilgan ishim senga uylanganim bo'ldi. Uzun to'lov orqali xohlagan narsang ol. Ana choynakda idish to'plamdan olaman, qaynonam qo'llariga krem olaman. Aytgancha 5% keshbegi ham bor. Rahmat. Ana, endi hammasi zo'r bo'ldi. Sovg'aga o'zimni ham qo'yib so'laymi? Eng muhimi tabassumni unutmang. Qolganini uzun to'lovga qo'yib bering. Uzun to'lov bormi? Uzun to'lov bormi? Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi-da, o'shani ko'rding-ku. Befarosat bola. O qizingdan bitta narsa so'rasam maylimi? Ha, o'zidan so'raver. Qizlardan so'raydigan narsa-da. Bo'pti, faqat g'alati savol berma. O'zi bitta narsa so'ramoqchi edim-da. Mayli, so'rang. O'zi qiziq-da meni uchun. Ertalab turganda qizlarni ham oz sasidimi? G'alatiroqmisiz? Befarosat qizlarga ham shunaqa savol beradimi? Tag'in ham mo'yligingiz bormi deb so'ramadim-ku. Nosibni ko'chaga tuplamasang bo'lardi. Okay, necha pul topasiz? Qo'ymasmi senga? Kuniga 200 ming topaman. Undan ko'rasiz, tuzukroq ish topmaysizmi? Mashinani ham to'kib tashlayapsiz. Kamiga sasib ham yotibdi. Mana o'rtoq qo'y. Voy jonimga tep ketding, bora sal bo'lsa ham farosating ishlarki, qaqqa borsa befarosatlik qilib odam uyatga qo'yotibsan. Men sizga nimaga oldim? Oshini o'zing aytchamanmi? Voy biling. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace. Jonim, siz bilan ko'rishib gaplashib bo'lmasak bo'lmaydi. Tez keling. Tamom, ko'r qirg'ichang avga ketibdi. Nima gap jonim? Azim aka, men turmushga chiqibman. Zerki kimga? O'zimni o'ldiraman jonim. O'roqqa tiqaymi kallamni? O'roqqa tiqaymi? O'roqqa tiqing kallangizni og'iztasi yo'qda. Yangi topdingmi? Yangi topganing necha yosh? 56 yosh. Ota qilasanmi uni? Endi o'zim bilmadim-ku, lekin sizni otaysiz. Dadammi? Albatta. Onajon. Emizing. Qiblagohim, buzrukvorim, siz